Seton ülkemiz bir çemen bir lalemiz, şer'i Allah alemiz, ihtiram Afgan seton. Şer'i Allah alemiz, ihtiram Afgan seton. İslami imaret bu, etri azadi xushbu, her musulmon bolasi ochilgan chun lolaru. İslami imaret şu adli radio va televizorning ko'rchilari, eshitchilari, umid qilaman sizlar har yerda bo'lsanglar, sog' va salomat amon bo'lib, yaxshi kunlarni va ro'zlarni o'tkazsanglar va ro'zg'or zindaliklaringiz ham yaxshigina o'tsa. Bugungi dasturimizga Sarpul viloyatidan men Hasibulloh G'ulomiy sizlarga taqdim qilaman. Juda sizlarning xush keldingizni aytaman va bugun istadik sizlarga bir o'zbeki chiroyli dastur va barnoma Sarpul viloyatidan taqdim qilsak, shundayki ko'rasizlar, biz bugun kelganmiz mana ohangarlik va baqiga hamki alabisozlik rasta, bu rastaki jadidan Sarpul viloyatiga mana shu kasabakorlarimizga intihob bo'libdi. U ikkovlari ru bir rastaga kelgan va bu kasabakorlarimiz bergan ishlarini peshiltadi. Bular bilan boramiz, musohiba qilamiz, bularning ishi qandoqda va nima tavlidlari borda, tavlidotlarini kayfiyati qancha zo'rda, to dasturimizning oxirgi bo'limigacha biz bilan bo'lib birdam u bardam bo'lib istiqoma Afgan seton, fathu zufar inqilob salom Afgan seton, fathu zufar inqilob salom Afgan seton. Sizlardan katta rahmat va o'zbeki dasturimizga yana ham xush keldinglar va she'rga bir vatandoshimizga mana shu ohangarlik san'atiga bir ko'han va qadimiy san'at va Sarpul viloyatiga bu san'at uchun bir rasta intihob bo'lganki, ko'rsanglar, bir yoqqa ohangarlar va bir yoqqa ham temirchilik va san'at miskarlik ki bular toza naqli makon qilibdi va Shorvonlik tarafidan bergan kelganlar. So'rasak bularning ishlari qanday va qanday mavqeatga ularga intihob bo'libdi, qanday bir mavqeatni biz ko'ramizki, shundoq saftu mashallah yaxshi bir mavqatgan bular kelibdi. Assalomu alaykum Xalfajon, o'rmang. Va alaykum assalom. Yaxshi bo'lsinmi, sog'sizmi? Va xayr bo'lsinmi? Xush kelibsizlar. Bizlarning so'rog'imizga. O'yingarlar. Sizni tanishtirsangizki, otiz nimada? Eshituvchilarimiz, ko'ruvchilarimiz sizda ko'proq tanishsalar. Otim Hoji Soyib Shovali, viloyati Sarpuldan biz Hoji Qora Abdurahmon Duvog'li o'yingar marhum Ustakbar o'yingarning nevarasi bo'lamiz. Viloyati Sarpuldan biz o'ltirib lisey munosaroshga bo'ladi. Bizda taqriban 3-4 pushtan shu o'yingarlik ishi kasbgamiz. Ana shu kasbda pesheltamiz, 4 dinog'amiz, kitob berishlaymiz, bittasi o'yiga ishlaydi. Bittasi namdiga kori bor. Ana kasbimiz ana shu degan. Xo'p, yaxshi. Xalfajon, buni aytsangizki, hozir siz shogirdlar bilan nima tuzatobsiz? Shu faslga nima ko'proq rivojga, ohangarlarga keladi, u narsa tuzaladi, mardumda disrasligiga qaror topadi, nima narsalar rivoj? Bizda hozirga shu vaqt endi o'roqdi vaqti edi. O'roqdi vaqti dami Qurbon namoz edi. Qurbon namoz o'tdi, pichoq sozlaydi, sotil sozlaydi. Mana bundoq katta o'roqlarni qarang, o'rga kameraga olsangiz sori keladi. Ana ulardan tuzatdik. Ana endi shu vaqtdan bir oygacha shu o'rmoqlar xalos bo'lguncha shu o'roq murodi qilotdik. Undan nari turmakli darvoza u tesha, tabar shunday olib sotib biravzani. Kasbimizda. Bu rastaga qancha ohangarlar endi shu kasbni pesheltadi? 18 do'kon kelgan. Degasi ham ko'p bola. Ana shunday qilib Uylaringizga so'rab vaqa nima? Miskallar kelgan. Miskallardan sherik ketadi. Endi shu ikki kasbda bir-biriga payvonda ham ko'p degan. Payvonda ham ko'p. Bizga aytib o'tsangizki, mana endi shu peshe ohangarlik, bu peshining tarixini aytsangizki, bizga shu ohangarlik o'zida aytdingizki, mana bobolariz, mana otalaringiz shu ishni qilib o'tibdi. Bu endi bu peshinasi qancha sabiqasi bordi bu? Peshina sabiqasi hamona bizlarning yodimizda kelmaydi. Endi 3-4 push bo'lsa, bir pushni o'tkardik bizlar shu otalarimizda endi. Taqriban 52 ga kiraman, 52 yil ilgarini bilamanki, mana shuncha balcha edik bizlarning otamizning bu Xishpulni tayiga olib bor edi, o'sha ishlaydi, ya'ni toba shuruzgacha shu kasbga biz undan ilgarisi xudo biladi bu
to'rpush bo'lsa bu bedarijon 50 yildan bo'lsa o'zi 200 yil bo'ladi. 200 yil bo'ladi. Agar 60dan bo'lsa ko'p yil bo'lib ketadi. Mana shu kisb bedarijon bir kisb. Payg'ambarlarimiz vaqtdan qolgan Hazrat Davud alayhisalomdan bu kisb qolgan avval ishlayotganlar Hazrat Davud alayhisalom qizil temirni qo'li bilan olib ishlayotganlar. Mana shunda temirni, qizil temirni qo'li bilan olib ishlayotgan. Qaysi shakkoylik bo'lgan ekan, shunda bir shogirdlardan qaydan sonra shundoq bedarijon temir dushlaydi, qo'li qo'yadi, temir dushlaydi, qo'li qo'yadi, bu risolaga bitilgan. Sonra bir Gulbarvizga bir kishi keladi, o'shira shing'illab o'ltiradi. Qo'lini mana bundoq qiladi. Bundoq qiladi. Bilmaydi. Yana qoladi, yana qo'yadi. Oxir sonra ikkita temirni oladi, mana bunda ikkita temirni. Mana bundoq qilib ambur qiladi. Sonra mana bundoq qilib ambur qilib bunda yumiladi bu. Sonra temirni olib bundan narmonini ishlaydi. Payg'ambarlarimiz kelayotgan Hazrat Davud alayhisalomning uyiga kelib, faqat shu ohangarlikni nonni ekanki, betarin non ohangarlik, halol non shuni yeykanlar. Baqqolga bormaykan, xodiga kasabakor tarozibon bular uyiga bormaykan. Halolin kisib shu ekan. Rahmat qilib non qo'lga keltirib. Non qo'lga keltirib, bexi bir kisbiki halol degan buni. Har kim peshaltada halol ishlasa, halol beradi Xudo. Shunisidan shukr, alhamdulillah, bizda ko'p narsalarga chiqamiz. Joyimiz bor, mulkimiz bor, avlimiz bor, bog'imiz, har narsamiz bor. Qancha halol ishlab. Halol ishlamabdi, Xudoning xohlasa bir qasaba yetishtiribdi hamda, haromkorlik qilib. Hozir shogirdlar bormi? Qancha shogirdingiz bor deb aytgan siz bilan ishlagan? Bor edi, shogird bor edi, biroz kelgani yo'q. Shu bir maydagina shogirdning maqsadida soteri qilib o'tiribmiz. Endi zimiston bo'lsa bizda ishlarimiz tabar o'tayisha, bu narsalar shuru bo'ladi ishlaydi. Mana Shergo ukam bor. Buni ham shogirdlari bor. Mana Vaqa Alimjon bor, Vaqa Hoji Yormat bor. Mana shu o'yinganlar degan hammasi shundoq. Hammasi bedajon sherga. Mana bu yerga Mavludin Toyib deydi, bir ta kalontarimiz bor. Ulardan oldiga borsangiz yaxshi bo'ladi, bir musohiba qilsa. Ana shu. Katta tashakkur sizdan. Mana endi rassam tag'ir etdi, joy ham mashallah jadid bo'libdi. Mana ko'rishlardan eshituvchilarga nima aytilayotganingiz bor? Mana shu mavqatni adresini daqiq bersangiz-ki, mardum sherga kelsa bundan baxtli. Ko'ruvchilardan avvaldan ko'p salom. Daxil az kishvar, xorij, daxil hammasiga har kimki bizlarni ko'radi, ko'p salom do'st, rafiqlarga, qavm-qishlarga va ba'd az u bedarijon mana shu davlatdan xohlaymizki, degan mana shu masjid tuzalib o'tibdi, shu bizlarning saroylarimizda sherlarni bir pokos, safo sutra qilib, masjidlarni nima qilib bizlarni shu yerda masjidni tuzalsa baqay namoz solib, iftido bo'lsin, namozni sherga voqeali masjidni biz zo'g'liq qiladi, mana bu ko'chaga boramiz baqa. Degan ana shu mardumdan xohlaymiz ki, ana sherga kelsin, mana shu Chavku masjid odrasiga o'yinganlik Chavku masjid. Chorroyi Chavku masjid. Endi bilaymanki, bu kimda o'tiga tutalibdi masjid? Hoji Hazratdinni qaysi famillardan tutatimi xolim? Ana o'shani otiga yod bo'ladi degan. Ana shu masjidda. Inshaalloh shu adresga mardum sarpuldan ko'radi, sherga kelsinlar. Taqozo qilamiz ki, sherga kelsinlar. O'yinganlik mana shu yerga, miskallik sherga taqozo qilamiz. Chavku odras ana shu yerga kelsin. Tashakkur, o'zingizdan hozir bo'ldim. Ko'p xush bo'ldimki, bizlar so'ragani kelibsiz. Zahmatlaringizni kechiringda. Salomat bo'ling. Baxayr bo'ling, orom bo'ling. Aziz hurmatli Afg'oniston Milliy radio va televizionining ko'ruvchilari, sizlardan ham juda katta rahmat va shundayki eshitdinglar, ko'pi ohangarlarimiz Sarpul viloyatidan ki qabil bizda dasturlarimiz bor edi, bir Rossiyadagi edi. Hozir bir Rossiyaga kelibdilar, mashallah, berga bir yaqin miskalli, bir yaqin ohangarlik. Va mana bu yerga bir vatandoshimiz ham mashallah ishlab o'ltiribdi. Bular bilan ham bir musohiba qilsak. Assalomu alaykum xalqajon. Bormay. Jongonajon, boronsizmi? Otingizni aytsangiz ko'ruvchilarimizga, otingiz nimada ko'rganingizlar? Meni otim Sonoroq o'yingar. Mana shu o'yingarlik qilamiz, ishlaymiz. Qancha yil bo'ladi siz shu o'yingarlikda ishi bilan, peshasi bilan mashg'ul? Bizlar bundoqki otadan qolgan, bobodan qolgan ishlaymiz. Shu dunyoga paydo bo'lib, ana shu bilan sargardonmiz. Hozir bir o'zingiz ishlaysizmi do'konga, yo shogirdlar bormi? Necha nafar oldingizga shu o'yingarlikka ishlaydilar? Qancha shogird? O'yingarlikka ishlaymiz. Ikkita shogirdim bor, o'zim bilan 3 ta. 3 ta nafar. Nima tuzatyapsiz? Mana bu nimalarni biz ko'ramiz endi. Avval bir cheraga bo'ladi, so'ra buni cherasi taqrib kelaveradi. Bu nima tuzalar? Avvalki bor edi, sobiqan bor edi, cho'bi darvoza bor edi. Mana hali ham bor, cho'bi darvozalar past mod bo'lgan, katta-katta darvozalar, har qaysi 40 ming, 50 ming, 30 ming. Anda bay bor. Endi past cho'bi darvozalar somonni qiladi.
بردم و بردم بلب استقام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Televizion va radioni eshituvchilari, sizlardan juda katta rahmat. Shundayki biz dasturimizni davomiga sizlar ko'rasizlar va shu rastika jadidan ohangarlar va mana bu miskarli temirchilik san'atiga intihob bo'libdi. Yangi oldin sizlar ko'rdinglarki bizda u ro'baro'y rastaga bordik, o'rga ohangarli edi. Hozir kelganmiz mana Baqaga ki Baqa temirchilik alabisozlik san'ati ki mana hurmatli Xalfajon berga bor bizda bilan musohiba qilsa, avval o'zizni ustod bir tanishtirib o'tsangizki, otingiz nimada? Ustanaviy alabisoz viloyati Saripul serga alabisoz qiladi. Yaxshi. Xalfajon qandoqsiz ishlaminan mana shu lahzaki mana bergan o'yinchoqlar u ba'zi narsalarni qirqib to'xtabsiz. Buni nima tuzatmoqchi edingiz? Nima ishlar qilib yuribsiz birodarlar? Ana shu ishimiz bilan shu buxor sotamiz, bu pullar. Olaki ish yo'q, ish mundaqaki yo'q, shu zaxira sotib qo'yamiz to oyandagacha, zimistongacha agar. Zimiston bo'lsa agar mardum bo'lsa oladi. Bu faslga endiki mana endi sizlar necha ro'z bo'ldi berib ko'chib kelganlaringiz va shu vaqt nimani vaqtida nima narsa masalan sizlarga tuzalsa bo'ladi, navo biron gap qo'ydiga tuzalami bu vaqtga yo tana shu buxorlarni tuzatasizlarmi? Bu vaqtga sir bir navo qolibdi degan narsa narsa palosga chiqqan, uncha marda arzishi yo'q, belaga tuzalmaydi, ular palosga keladi. Bir navo bor, mana bir qib bor, bir to'rda choynak bor, choynaga marmuray kelgan. Bunda bo'ladi bir kamutumish. Shularni ishini qilamiz. To'g'ri bir buxorning vaqtigacha. Bekor bo'lgan nafar buxor sotib qo'yadi, bekor bo'lmagan nafar degan ishlarni qiladi. Xudo mehribon bo'ladi, tavakkal. Bu vaqt buxori bu narsalarni omada qilib qo'ysalar, so'ra buni qaysi fasldan ishi boshlanadiki, mardum buni sotib olsa? Tiramaga inshaalloh qadam shu agar zimiston sayroq kelsa, 5 ta buxori biz sotiladi ketadi. Sonra zimistonga tuzatib bo'lmaydi, majburga shu pullar tuzatib qo'ysak, zimistonga sotsak. Zimistonga savoq bo'lib tuzatib bo'lmaydi. Xo'p, yaxshi. Bu rassaki toza kelibsizlar, endi qablan ham shundoq bir rassa bor edimi, masalan, bir yoqqa ohangarlik bo'lsa, bir yoqqa mana sizlarning san'atlaringiz bo'lsa, shunda bir rassa bor edimi, jadid shunda bir 10 yil ilgari ham shu rasta edi bizda. Blok ichiga edik, ohangarlik bir yoqqa edi, alabsoz bir yoqqa edi. 10 yildan bo'ldiki bizda vaqqa ko'chib ketdik, alabsoz ohangar vaqqa ko'chdi, bizda vaqqa ko'chdik. Biloxira judo bo'ldik. Pas yana mana kelib 10 yildan nari kelib pas bir bo'ldik, yana ro'paro'y ohangar vaqqiga alabsoz yana bir joyga ko'p yaxshi. Endi aytib o'tsangizki, berga qancha alabisoz bordiki, mana endi berga ko'chib kelibdilar bular. Shu kasb, shu san'atga masruf bu adres qayerdiki, ko'pi Sarpuldan eshitdikon, ko'rikon vatandoshlarimiz bergan adres balad bo'lsa, kelsalar. Adres ana shu adres masjid bosh yerga bir masjid tuzaladi. Uni bir chavkini biz bilmaymiz, o'toli nimada. Toza tuzaladi, ham tuzalgani yo'q. Xudo tuzaladi inshaalloh. Ishi pesh ketgan. Ana shu masjid, adres chavki masjid degan xolos degan narsa biz eshitganimiz shu. Shorinavga degan bu. Shorinavga chavki masjid degan desalar, yerga keltirib tushiradi, chavki masjid. Chorroq yerga ham Vaqasaray ham Baqasaray. Hali tuzalgani yo'q, tuzaladi. Xudo maqsad tuzalib ko'p yaxshi bo'ladi. Inshaalloh. Endi aytsangizki, o'zingiz mana shu ishni pesh eltasiz. Qancha yil bo'ldi bagay sizga kelsa bu ishni qablan kimda oldidan o'rganmidingiz? Qablanlar ustalar oldidan o'rgandik, ustalar bor ham birtasi ba'zilari bor, ba'zilari o'lib ketdi bechoralar. Biz mana 8 yil shogirdlik qilib o'rganibmiz, qilganimiz ham shu 40 yil bo'lgan bo'lsa shu kisib qilsak. 40 yil. 40 yil deyishga. Hozir o'zingizga ham masalan 40 yil bu kasbni pesh eltasiz. Shogird bor edimi shu hozir? Ko'p shogirdlar bor, chiqib ketdi, ba'zilari ishlaydi, ba'zilari Eron rav bo'lgan, ba'zilari Arabistonga, ba'zilari sherga ishlaydi. Ustoz bo'lgan, do'kon qilgan har joyga ishlaydilar. Bo'lgan shogirdlar ko'p bola chiqqan, har bir shogird chiqaramiz. 2 yil ilgari men bir shogirdim bor edi, biz shu bil ustoz bo'lib chiqib ketdi, olib kelmaydi. Endi men ustoz bo'libman. Xo'p, yaxshi. Masalan, fikr qilingki, ko'pi Afg'onistonga javonlar masalan dars o'qiydilar, maktab o'qiydi va madrasa o'qiydi. Bu shaklga
yana ham ko'p javolar ham mana shu darslariga yetishadi, ham mana bunda bir kasbni o'rganadi. Bu kasbda bir javonga qancha foydasi bor, nima yo'llardan buni qayradi, yo'laykada aqalli bir javon bir yo'lidagi kelsak, u zindalik xarob bo'lsa. Bu hamma yo'ldan bu qaytaradi, hamma yo'li xarobdan bu qaytaradi-ku. Obodga bu o'sha degasdan ta'siridan keladi ishini ustiga, past ketadi ta'siriga, past keladi ishini ustiga, yo'lga to'pa-to'g'ri keladi. Unga hamma narsa muayyo bo'ladi. Hamma yo'ldan qaytaradi. Bu ko'p bir kisib yaxshi narsa. Har kim o'rgansa, ko'p yaxshi. Bir qadimdan shundoq misol bor ekanki, kasbdor odam xor bo'lmaydi deb. Hadaqal shu kasbi bor, kasbiga masruf bo'lib, bir luqma non topib, o'sha ishiga nima pesh ketaveradi. Bizda shu kasbdan Pokistonga ham ko'p ishlab, biz shu kasbga shu yerdan o'rganib ketib, shu hamma joyga ishlab, biz kasb har joyga bo'lsa, inshaalloh qolmaydi. Xo'p, yaxshi. Bizga endi aytib o'tsangizki, mana oyindaga nima xohlaysiz? Mana zimstonaga kelgan vaqtlarga zimston ham baxayr kelsa, mana Buxoro ba'zi gaplar bor. Ko'rishlarimiz, eshitishlaribizdan nima xohlaysiz? Tavlidoti dohili uchun ki ba'zi narsalar plastika tuzaladi, xorijdan keladi. Bundan ko'ra kelsa sizlarni mana shu tuzatgan, zahmat qilgan narsalaringizdan ko'proq olsa, ulardan nima xohlaysiz? Shu tavlidoti dohilini agar shu mardim olsa, o'li ko'p mardim tavlidoti xorijini oladi. Misol Buxoro turki kelibdi, Buxoro turkidan mardim istifoda qiladi. O'li bu agar shu Buxoro turki bo'lmasa, degan narsa bo'lsa, shu yerdan olsa, mardimga ko'p yaxshi bo'ladi, betar. Boyda daqal shu tavlidot vatandan istifoda qilsalar, o'z vatanini rushdi uchun ko'mak ham qiladi. Bali, kisbilar hammasi shod bo'ladi, ko'mak ham bo'ladi, hamma ish topadi, hamma shug'likor bo'ladi, hamma bu korga bir nafar bo'lsa, 2 nafar bo'ladi, 2 nafar bo'lsa, 3 nafar bo'ladi, 5 nafar. Agar shug'ul qilsa, shu kor agar rushd qilsa, bellaga nafar sig'maydi kishilar. Ko'p yaxshi. Yana aytsangizki, Xalfajon, mana bu berga navolarni qo'yibsiz-ne, Navo, Buxoro bu narsalar. Shu faslga bajuzaz Navo degan narsa ham tuzatiladimi shu san'atga, yo bir Navo tuzatiladimi? Yo'q, Navo ham tuzatiladi, har narsa tuzatiladi, har narsa. Mana qadoq bo'lsin, mana shu do'konlarga bu har shakldan cho'g'ilcha bo'lsin, satilib bo'lsin. Shular so'zi qo'ldan keladi, kimni qo'ldan keladi. Cho'g'ilcha. Har narsaga bo'lsa, shu insholardan har narsaga tuzalsa, albatta so'z tutadi. Har kim kelsin, farmoyish bersin. Aytsinki, mana shu narsani tuzatib, o'sha narsani tuzatib beradi. Xo'p, yaxshi. Katta rahmat, hozir bo'ldingizki, biz bilan qilsangiz, suhbat qilsangiz, inshaalloh ishlaringizga barakat. Inshaalloh mardum ham mana bu toza kelgan rassaylaringizga balad bo'lsin va she'rga ishlarni olib kelsin va sizlar ham ishlaringiz bilan masruf bo'ling inshaalloh. Qonayzo bo'lsalardan xonalariga tashakkurman. Keldinglar mardumga, buni hammasini qildinglar, bildiki mana she'rga alab so'z o'yinga. Har vaqt har kimning ishi bo'lsa she'r keladi. Ko'p tashakkur sizlardan, sog' salomat bo'ling. Televizorning ko'ruvchilari, eshituvchilari sizlardan juda katta rahmat. Shunday hurmatli Xalfajon aytdilar, bular ko'p yillar bo'ladiki, mana shu san'at, shu kasbga masruf ekanlar. Yana ham 10 yil ilgari ham shu ohangar va mana shu san'at alabi sozlik bir joyga ekan Sarpul viloyatiga, undan judo bo'lgan ekan. Yana ham fe'lan bir rassaga kelibdilar. Va umidki qadrli eshituvchilarimiz va ko'ruvchilarimiz ham mana shu rassani ko'rdilar Sarpulga. Berga ishlarini olib kelsa va shu ishlar bilan vatandoshlarimiz tavlidot xoriji band bo'lsa, shu tavlidot dohili va san'at rushdi uchun xeyli ko'mak qiladi. Yana ham bizning dasturimizning davomi bor. Hozir esa sizlar boringlar mana shu mahalladanki biz do'stlarimiz bilan so'zlashamiz. Mana shu yerdan bir chiroyli tasvir ko'rib o'tinglar. Yana ham dasturimizning davomi bor. Afg'oniston o'lkamiz, bir chaman bir lolamiz, shar'iy Alloh olamiz, ehtirom Afg'oniston, shar'iy Alloh olamiz, ehtirom Afg'oniston. Mana hurmatli Xalfajonda oldiga bor, biz bilan ma'rifa bo'lsak, avval o'zingizni bir ma'rifa qilsangiz-ku, otingiz nima? Otim Xok Abdurashid. Alabisoz Sarpulmiz. Mana she'r alabisozlik qilamiz. Mana shu inshodir bovatdan har narsa bo'lsa tuzatamiz.
buxori, chog'olcha, choynak, choyinchodir bovatdan bo'lsa sotamiz bizlar mazlumlar. Mana sherga shu toza ko'chib kelib biz ana bir 15 ro'z bo'libdi. Mana sherga nomi xudo yaxshi biz sherga shorga kelib biz ishimizdan rozimiz, shukr. Ha, ishimizdan rozimiz. Ana shu ishni qilib sherga shogird bor degan bu shu ishni qilib ketayotdi, tavakkal bor xudoga. Ha, sizniki Alloh ekan bo'lsa o'sha bo'ladi. Ana sherga hukumatimiz agar sherga ketiribdi davlat, sherga kelib biz yangi sarak chiqibdi. Yangi sarakka biz sherga ishimiz yaxshi, xushtosh bo'lib ketyapti. Bundan baqiy ham umid qilamizki yaxshi bo'lsin. Ha. Hozir siz o'yinchoqlardan nima sotasiz? Mana bu davriga ko'ra bu nimadan? Ko'laroy obini og'zi. Shuni bizlar sotyaptik, qaysi masjidga ketiribdi qorbachalar. Shunga bir nal sotib beramizki, masjid ichiga ko'lar chiqarga qo'yiladi bu. Ishkarga havo o'tsin, havo ishkarga o'tsin. Endi havo issiq kelyapti, masalan masjidga issiqlamasin. Bu o'yinchoqlarga siz istifoda qilasiz xalfa. Mana bu o'yinchoqlarlar masalan necha raqam o'yinchoqlar keladi? Dabal noziki bormi? Bular qayerdan keladi bu o'yinchoqlar masalan? Keladi Chinoyi deymiz, Qazoqi deymiz, o'ris o'yinchoqlar keladi. Chinoyi har raqam o'yinchoqlar keladi. Shu ikki raqam o'yinchoqlar Chinoyi va Qazoqi shu narsalar keladi. Nozik daballi bodiga. Har qaysidan keladi, nozik dabal keladi. Chinoydan ham keladi, nozik dabal, Qozog'istondan ham keladi. Nozik dabal keladi. Bunga suv tiysa bu o'yinchoqlar suvga muqomati qandoqda buni masalan suv? O'ziga loyiqiga degan nozik daballigiga qarab, asl badalligiga qarab o'z muqomatiga ish beradi-da. O'z muqomatiga ish beradi. Masalan Afg'oniston masalan ohan lihozdan tavlidotdan xudkifoyaga yetishgan ola masalan filizi ohanlar tuzaladi. Bular endi az lihoz ohanoyki nikl shaklga bu Afg'onistonga shoyat tuzalmasa ham o'dagi ohanlar hammasi Afg'onistonga tuzaladi. Endi o'yinlar tuzaladi. Mana kurapil deymiz, darvoza tuzatadi. Tuzaladi, ular tuzaladi. Bular shoyat balandroqqa tuzaladi. Bu nomi xudo biladi. Godari mana darvozaniki pilisi. Ular sherlarga tuzaladi. Bular o'yinchoqlar shoyat balandroqdan kelsa, har raqam o'yinchoqlar keladi. Sobiq qaytida Qozoqlikdan keladi. Qozoq o'yinchoqlar deymiz, o'risi 05 deb ishlaydi. Ular endi har raqam keladi, ular joyga nomi xudo mashinalari chiqyapti, Afg'oniston ham peshlab bo'lyapti. Har narsa tuzaladi, shukr. Mana qarang, ko'na o'yinda eltib yangi qilib ketiryaptilar. Nomi xudo. Yaxshi, Afg'oniston ham nomi xudo peshlabdi, shukr. Baxay. Umid qilamizki, bo'z ham yaxshi bo'laylik-da. Sol-bosol kishvalardan pas qolmaylik-da. Bizlar endi ketaylik deymiz degan. Afg'oniston pesh bo'lsin. Shukr, oromlik, millat yaxshi. Yaxshi gap bo'ldi. Mana endi bizga aytsangizki, mana shu faslga sizlar nima sotasizlar? Mana bu yerga men mashallah raqam chog'olcha, mana navo, ko'p narsalarni tuzatib qo'yibsiz. Shu faslga nimani oladi? Mana bu armoniyalarni qayerdan keltirasiz? Bularni mozordan keltiramiz, mozordan. O'sha yoqda Kobuldan keladi, beri Bastavalli mozorga bo'ladi. Sonra mozordan beri keltiramiz, Laqshaga bo'ladi, Aqshadan keltiramiz. Shimirg'ondan keltiramiz, endi zo'rimizga loyiq degan. Vasimiz ko'proq esa balandroqdan keltiramiz, vasimiz kamroq esa yaqinroqdan. Aslan mana shu armoniyani ham mavodi va gap-suhani sherga bo'lsa, sizlarning o'zlaringiz ham shu tavlidni qilasiz. Shoyat tutsa, endi ko'pisi ular moshindan chiqqan endi. Bir Afg'onistonga ular moshinni yo'q. Bizlarga yo'q. Bizlarga moshin yo'q. Moshiniki mana bu alabsozniki, bu mana bu moshin. Bizlar mana bundan xonlarga naqsha nigor qilamiz. Qattiq bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Ana shundan istifoda qilib ketyapti. Shukr, azor bor, shukr, kana shu kesib o'zimiz o'tib ketyapti. Ana she'ra. Bu moshinda aytasiz, bu moshin nimani moshinida? Gul chiqaradimi? Gul chiqaradi. Mana shu qarang, avdonlarga, buxorlarga o'sha naqsha chiqaramiz. Har raqam go'tkasi bor. Naqsha chiqaradi. Gul chiqaradi. Payomiz nimada? Mana endi vatandorlarimizga-ki, mana sizlarni ishlaringizdan himoyat bo'lsin, san'at, tijoratdan nima xohlaysiz va baxusus tavlidot xoriji bo'ladiki, mana shu ba'zi narsalar band bo'lsa-ki, sizlardan ko'proq mardum shu tavlidotlaringizdan istifoda qilsin. Bizlar mana shunday xohish qilamizki, davlatimizdan bizlardan ko'mak nima qilsin, bizlarga ko'mak qilsin, mana qo'ymasin xorijda molini ketigani. Mana bu yerda Buxoro bizlar sotamiz, Zimistonga sherdan olsin. Bir molik oladi bizlardan olsin. Digaqdan ketmasin. Bizlar mana shu yerda ishlaymiz, bizlar zahmat qilamizki, bizlar aytamizki, ishimiz yaxshi bo'lsin, shu bizlardan sherdan olsin degan. Bizlar beri o'ltiraylik, alabsozlik qilib, ular mazor Shimirg'ondan ketsa, yo Kobuldan ketsa, yo digaqdan ketsa, Buxoro va Turkiya, Turkisini shu vatanisini
shu vatanimizni sherdan olsin. Bizlar davlatdan shuncha xohish qilamizki, bizlarga so'ra, mana olchini purushlar o'rgan mol sotib o'ldirdi, bizlarni ketirman bera qo'yibdi. Bu yangi sarakka. Mana bu cho'g'olcha, choynak bakor bo'lsak, bular bera kelmaydi bizlarga. 20 rupiya bo'lsa, o'sha yerdan oladi, turadi, ketadi degan. Hol bizlar mana bera kelib biz qani birta so'ramaydi. Hol buni boy davlat so'rasa degan. So'rasa degan, o'ra mol sotmasa, uchini purishlarni bor ushunasa, sizlar chini bobot sotinglar. O'yinshodir bobot sotmanglar. Shuni bizlar taqozo qilamiz. Shuni boy bizlarni so'rasa degan hukumatimiz. Hol bizlar bera ketadi. Rahmat, tashakkur, xayr ko'ring, inshaalloh ishlaringizga barakat bo'lsin va xeyli tashakkurki bizlar bilan musobaqa. Xayr ko'ring, sizlar zahmat qilib kelibsizlar. Xayr ko'ringlar, xonalaringiz obod. Qanaqay sizlarda shu davlatimiz bizlarni so'rasa kelsa, nima qilyapsizlar, nima qilmaysizlar? Qanday ishlaringizdan rozisizlarmi, emasizlarmi deb boy so'rasa degan. Bizlar bu davlat bilan, davlat bizlar bilan. Inshaalloh. Baxayr. Ana shuni xohish qilamiz, ana shuncha xohishimiz bor. Ana shuni maqsad bir so'rasa, ular rozimiz oldidan. Sam xayr ko'ring, sog' bo'ling. Aziz hurmatli Afg'oniston radio va televizionining ko'ruvchilari, shundayki hurmatli Xalifajon bilan musobaqa qildik va mana shu ishlaridan rizoyatlarini va barcha tavlidoti nasiki bulat tavlid qiladi. O'shalarni sizlarga aytib o'tdi. Inshaalloh vatandoshlarimiz bajoyiki xorijiy tavliddan istifoda qilgandan ko'ra kelsalar mana shu bularga san'atini himoya qilsalar va shu tavlidotdan istifoda qilsa ko'p yaxshi bo'ladi. Afg'oniston o'lkamiz, bir chaman bir lolamiz, shar'iy Alloh olamiz, ehtirom Afg'oniston. Televizorning ko'ruvchilari, sizlardan juda katta rahmat va mana shundayki toza rasta mana san'at o'yingarlik va alabisozlik san'atga intihob bo'lgan ekan, bu yerdan bir chiroyli dastur sizlarga taqdim qildik va shunday san'atkorlarimiz xossalari bor ediki, barcha narsalarki bulat sotadi, ammo xorijdan ham keladi, ammo u narsaki bulat sotadi, kayfiyati ki xorijdan keladi, xeyli farq qiladi. Va bular kayfiyati bologa bu narsalarni tavlid qiladi va bular xohlaydiki, shu narsalarki bular tavlid qiladi, xorijdan boyat kelmasa, to bularning ishlariga bir ravnaq va bir tag'yir kelsa. To yana bir dasturgacha men Hasibulloh G'ulomiy Sarpul viloyatidan sizlarning huzurlaringizga qaror topaman. Har birlaringizning ulug' Tangri taologa topshiraman. Xayr, sog' salomat, amon qolinglar.